Rossiyaning qishloqlarida uylar arzon. Shu yerda 5-6 yil yashashni planlashtirgandan keyin 100 ming, 200 mingga bitta uy olib, sal bir 30-40 mingga yengil remont qilib olsangiz, yashayverasizda. Kvartirada birovning uyida turgandan ko'ra 1 yilda shu 150 ming pul to'lab qo'yasiz baribir. Bu yerda esa o'zingizning qishlog'ingiz, o'zingizning propiskasi, o'zingizning uyingiz bo'ladi. Va hech kim yo'q qishloqda, bir 50 ta odam yashaydi. Bemalol yashayverasiz. Vodoprovod bor, garoskoy kran bor, svet, kilovat, yo'q. Shu ishlatganingiz to'laysiz. Arzon, 3 rublmi shunaqa. So'mga 30-40 so'mda endi yo'q. Gaz ham arzon, kubometri vashi arzon. Darvozasiz uylar bo'lardi oldin. Darvoza bo'lmasa ham hech kim kelmaydi. O haliga aytgan qo'pol bandit degan narsalar unaqalar hozir shaharga ko'chib ketgan ko'pchiliklar. Qishloqlarda bitta ikkita alkash bo'lmasa atak yashasa bo'ladi. Haftasiga 1 marta, 2 marta musor olib ketadi. Hamma musor baklar, hamma taraflama nimalar bor. Qishloqda kecha kiyikni ko'rdik. Jayronmi, kiyikmi shunaqa bor. Tulki nima yana bir ikkita jonzotlar bor. Qishloq tinch. Hech kim yo'q. Mana bu hozir aytsam odamlar ishonmaydi. O't bosib yotibdi. 50 mingga berib yuboraman dedi, $500. $500ga. Buni ham olib qo'ysak 50 sotik bo'lib yotibdi yerlar. Ariqlar vashi polya. Sekin vaqt tashlasa endi O'zbekka yer kerak-ku. Bu yerda yerni yana собственник o'tkazsa bo'ladi. Собственниga o'tkazib mana shu joydan 100 metrmi naryoqda shunday 1 gektar joyda bemalol o'zingizga xatlab olaverasizda. Nalogi bo'lsa 3 ming, 4 ming bo'ladi. Yerlarni 10 yil, 15 yildan beri yotibdi. Har bir uyda masalan uylar bo'ladigan bo'lsa, mana shu 500-600 sotikda o'zlariga olgan, qolgan joylarini chiqarib tashlagan. 40 sotik, 50 sotik joylar mana shunaqasi ketgan. Bemalol xatlab olib